Yangi montaj qilingan obyektni pulchatil kosolari shunga o'xshagan holatda bo'ladi. Keling bugun sizlar bilan bunga pitaniya bermasdan turib multimetr orqali kerakli simlarni topishni o'rganamiz. Buning uchun multimetrimizni diodni tez rejimga qo'yib olamiz. Diodni tez rejimga qo'yib olgandan keyin xonaga tashlab ketilgan ikkita galogen uchun, uyushtiruv uchun bo'lgan simlarni bittasini uchini bir-biriga korotchik qilamiz. Keyin testerimiz orqali kerakli simlarni qidirishni boshlaymiz. Mana kerakli simimiz topildi. Bu bizning masalan galogen uchun tashkil etilgan simimiz deb olsak, sim uchini joyiga qaytarib qo'yamiz xavfsizlik uchun. Keyin biz xonaga kelayotgan основной pitaniyani topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz xonaga pitaniya beramiz va indikator orqali qarashni boshlaymiz. Mana bizning основной pitaniyamiz. Agar sizlarda ovozli indikator bo'ladigan bo'lsa, bundan effekti yaxshiroq bo'ladi, sababi siz sim uchini ochib o'tirishingiz kerak bo'lmaydi. Agar video ma'lumotimiz foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.